Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazidan haftalik xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlari bilan tanishib chiqaylik. Xitoy Urumchidagi qamal siyosatini bo'shatganligini e'lon qildi. Nancy Pelosi Uyg'ur siyosat qonun loyihasini qo'llash yuzasidan so'z qildi. Urumchidagi o't ofatini Xitoyning keltirib chiqarganligi bayon qilindi. Xitoydagi namoyishlar Amerikadagi Xitoy o'quvchilarining oshkora e'tiroz bildirishiga turtki bo'ldi. Uyg'ur siyosat qonun loyihasi Amerika Avom palatasida ma'qullandi. Oq qog'oz namoyishlarining ta'siriga so'g'uqqan muomala qilish kerakligi ta'kidlanmoqda. Tövəndəki xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Öz xabarimiz. Sharqiy Turkistonning Urumchi shahrida 24-noyabrdagi fojialik o't ofatida hayotidan ayrilgan Uyg'urlar to'g'risida xalqarada zo'r g'ulg'ul qo'zg'algan edi. Xitoy bu xalqarалық g'ulg'ulga inkos qaytarishga majbur bo'ldi. Bu vajidan Xitoyning xalqarani aldash uchun xizmat qilgan eng muhim tashviqot organlaridan biri hisoblangan Yer Shar vaqt kezdida Urumchida hayotning normallashishga boshlaganligini tashviq qilib xabar e'lon qildi. Xabarda 5-dekabrdan boshlab Urumchidagi talla bozorlar, savdo saroylar, oshxona, restoranlar va mehmonxonalar, chiniq saroylari va tanarkat o'rinlarining shundaqla ommaviy qatnashning, jumladan xalqning hayotiga munosabatli har qaysi sohaning normal xizmat holatiga qaytadiganligi bayon qilingan. Xitoyning xalqaro noroziliklarga qarshi javob berishi va norozilikni pasaytirdi deb qaralgan yangi tadbirlarni o'tirib qo'yishi Xitoyning xalqaro kuchlik noroziliklar qarshisida o'sal ahvolda qolganligini, Uyg'urlarning dunyoning har qaysi joylarida tushma-tushdan Xitoyga qarshi sadolarni yangitishining Xitoyning qamal siyosatini bo'shatishida yaxshi rol o'ynaganligini ko'rsatib beradi. Amerika hukumati 29-noyabrdagi xabarga ko'ra, shu kuni Amerika Avom palatasining sobiq boshlig'i, navbatda oz sonliqlarni egallaydigan demokratlarning rahbari Nancy Pelosi 1-dekabr Amerika Avom palatasida ovoz qo'yiladigan Uyg'ur siyosat qonun loyihasini qo'llash yuzasidan so'z qilgan. Nancy Pelosi o'z so'zida millionlagan Uyg'urlarning Xitoyning tutqun qilish, majburiy emgak selish, qiynash, majburiy tug'mas qilib etish qatorliq turli zulmlarga uchrayotganligini, Amerika Davlat ishlari mahkamasining bu qilmishni ochiq ravishda insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb ataganligini ta'kidlash bilan bir vaqtda mustabid hokimiyatlarning o'zi eziyotgan xalqqa hech kimning sizlar bilan kori yo'q deyish orqali ularni umidsizlantirishga uringanligini, shunga Amerikaning buni aksiga yo'l tutib Uyg'urlarni yolg'iz qo'ymaslik kerakligini bildirgan. Amerika Ovoz To'rining 29-noyabrdagi xabarga ko'ra, oldingi oyning 24-kuni o't ofatida 4 bolasi bilan billa hayotidan ayrilgan Qamar Nisoxon Abdurahmonning Shveysariyada turishliq jiyani Muhammad Eminning bildirishicha, bu qatimliq o't ofati yuz bergan qo'riga 100 metr kelmaydigan yerda bir soqchi punkti, 1 kilometr doirada bir o't o'chirish punkti, 2 kilometr doirada bir cho'ng doktorxona bor bo'lib, bu xil sharoitda 7 dan 49 da tutashgan o'tni soat 10 dan 35 da aran o'chirib bo'lishni hargizmi to'g'ri tushungan bo'lmaydi ekan. Buningga bir tarafdan Xitoyning yuqumga qarshi qamal tadbirlari sabab bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafdan Xitoy doiralarining o't ketgan binodagi kishilarning hayotini qutqizishga erishmaganligi sabab bo'lgan. Darvaqa bu qatimliq o't ofatida hayotdan ayrilganlarning hammasi Uyg'urlar bo'lib, o't ketgan uylarda Uyg'urlar yashaydiganligi Xitoy doiralarining o'tni qasddan kechikib o'chirishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Amerika Ovoz To'rining 1-dekabrdagi xabarga ko'ra, Amerikadagi Xitoy fuqarolari Xitoyning har qaysi joylarida olib berilgan turli namoyishlarni qo'llash yuzasidan bu hafta Amerika miqyosidagi turli yig'ilishlar qatnashgan. Los Angeles, Washington va Nyu-York qatorliq shaharlarda Xitoy o'quvchilar va aholi Xitoy hukumatı va davlat rahbari Shi Jinpingni tanqidlagan hamda Xitoycha Xitoy Kompartiyasi taxtdan tushsin, Shi Jinping taxtdan tushsin deb to'lg'an. Halbuki bu Xitoy namoyishchilarining bir qismi Xitoy Kompartiyasining o'z urug' tuqqanlaridan o'ch elishdan qo'rqqanligi uchun beshidan oxirgacha tal to'kisni qoplanib, ondan namoyish qatnashgan. OCBRIS To'rining 2-dekabrdagi xabarga ko'ra, Amerika parlamentida muzokara qilinayotgan Uyg'ur siyosati qonun loyihasi 1-dekabr Amerika Avom palatasida 17 ga qarshi 407 lik mutlaq yuqori ovoz bilan ma'qullangan. Egilishicha bu qonun loyihasi mush yil 2-oyda Avom palatasining a'zosi Yang Kim boshchiligida Amerika Davlat Majlisi tunishtirilgan bo'lib, mazkur qonun loyihasi orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan turli ziyonkashliklarni cheklash hamda Uyg'urlarning navbatdagi ahvolining yaxshilanishiga turtki bo'lishi nishon qilingan. Bu qonun loyihasining ilgari Uyg'urlar haqida ma'qullangan qonunlarga qaraganda, Amerika hukumatining Uyg'urlar haqida texmo amaliy ish qilishga majburlaydiganligi mo'ljallanmoqda.
2 dekabr Atlantik to'g'rida Rory Trokisning oldingi hafta Xitoy o'lkalarida yuz bergan bir qator norozilik namoyishlariga aloqador maqolasi e'lon qilingan bo'lib, avtorning ko'plagan Xitoy o'qituvchilarini ziyorat qilgandan keyin yakunlashicha, bu xil namoyishlarning Xitoyning o'xshamagan shaharlarida oldi-keyni bo'lib yuz berishida Xitoydagi atalmish yuqumni yo'lga tushirish tadbirlari tashqi dunyodagi tasavvur qilolmagudek darajada qattiq ekan. Xitoy fuqarolari yaqin 3 yil mobaynida umumyuzlik holda mush xil favqulodda qattiq cheklamalar ostida yashayotgan ahvolda 9-oyda Xitoyning Guju shahrida kishilarni karantin markaziga epmangan avtobus voqeaga uchrab 27 kishi o'lgan. 10-oyda Ujudagi 15 yoshli bir qiz karantin mezgilida o'lgan. Shuningdek bir qancha hafta keyin Lanju shahrida gazdan zaharlangan bir bola tojsimon virus qamali sababli o'z vaqtida doktorxonaga berilmag'achqa o'lib ketgan. Arqa-arqadan yuz bergan qamal manbalik bu voqealar Xitoy fuqarolari orasida qattiq norozilik va g'ulg'ul paydo qilgan bir paytda oldingi oyning 24-kuni Sharq Turkistonning Urumchi shahridagi bir binoga o't ketib, ishiklari taqib olingan uy va binolardan chiqib ketamagan 40 dan ko'proq begunoh Uyg'urning echinishli ravishda o'lib ketganligi aslida norozilik ichiga yetay deb qolgan Xitoy fuqarolari orasida g'alyanning bilchisiga o't yoqqan. Garchi bu namoyishchilar qo'lida ko'tarib olgan A4 qog'ozlarga nisbat berilgan holda A4 inqilobi yoki oq qog'oz inqilobi degandek nomlar bilan atalgan bo'lsa-mu, lekin inqilob hokimiyatni og'dirishni maqsad qilgan sijil harakatni bildiradigan bo'lg'achqa, bu namoyishlar inqilob hisoblanmaydi ekan. Va bu namoyishlardan undaq natijani kutishmi oqilanalik emas ekan. Lekin uzun mezgilni nazarda tutganda bu bosh egishga ko'ndirilgan Xitoy xalqida mustabid hokimiyatga qarshi aqalli qarshilik ruhini yelinjitishga turtki bo'lishi mumkin ekan. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.